Hello hammaga, Ilnur Rachoq kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda Telegramni o'zimizga qanday qilib ochishlar bo'ladi, shuni o'rgataman. Videodan oldin bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz ishdan chiqmasin. Hammamiz boshladik. Birinchi o'rinda bunday qilib o'zimizning kanalimizni chiqarib olamiz. O'zimizning shaxsiy kanalimizni chiqarib olamiz. Shaxsiy kanalimiz. Kanalimiz bunga kerak. Muntashib ism sarf so'raydi. Bunga любой ismlarni qo'yasizlar. Masalan men shuni qo'yibman. Qo'ydim. Menda sharf so'raydi. Sharfda bir marta to'xtab turamiz. Mana bular bu yerga esa mana bizning shaxsiy kanalimiz bo'ladi. Bu yoqqa nima yozamiz desanglar, bu yoqqa bizning shaxsiy mana bizning to'xtab turamiz bolalar. Mana bir marta shunday to'xtab yozamiz. O yozamiz deb bolalar mana. Keyin esa T qolib, keyin bitta U yozamiz. Keyin esa bu yoqqa B qo'yamiz. YouTube qo'yamiz deb. Keyin kanalimiz bor. Biz bor deb yozib, bolalar kanalimiz bor deb yozib, mana bu yoqqa bitta so'ng mana kanalimiz bor deb yozib, keyin qo'shqanot belgisini bosib, izoh, sharh yozib qoldirilishi kerak. Shundan so'ng bitta nuqta qo'yamiz ekan. Bitta borni ikkita nuqta qo'yib, tashlab bunga kirib, keyin bu yoqqa 4 ta harf yozib qo'yamiz. Bu yoqqa masalan mana yozgansizlar darnet pastki chiziq darnet shoh. Masalan pastki chiziq shoh. Tashib
Z. Uzbek debdilar. D. Dar. Darnet. Pastki chiziq. Ne. O'zlaring nima bitta narsalar qo'yaverasizlar. Mana masalani qo'yibdim. Блядь, нихуя yana qaytadan. Bo'lak. Bir minutga to'xtab turamiz. Mana bo'lak aytdim. Bizning mana yozamiz. Bizning YouTube kanalimiz keyin ikkita marqa to'g'richani biz qo'yamiz edi. Keyin mana yoqqa mana bunday bu mana shunday turaveradi. Ikkinchisi darnet pastki chiziq A S R qo'yib mana buni bossak bo'ladi. Keyingisida mana. Keyin bir minut to'xtab turamiz yana. Mana bo'lak kanalim yaratildi. Hozir yozamiz. Ilmurod Shoh deb yozib qidiramiz. Ilmurod Shohga kirib oldik mana bo'lib. Endi bu yoqqa hammamiz ismlar qo'ysak bo'ladi. Buguncha xayrli kun bo'ldi.